Assalomu alaykum hammaga. Kanalimiz obunachilari. Angliyaga mavsumiy ishga kelganmiz. Shu yerdan ma'lumotlarni berib boramiz. Nasib bo'lsa, mana shu karavan deb nomlanadi. Vagonchiklar har bittasida 3 tadan xonasi bor. 2 kishidan 6 kishi joylashadi har bir karavanga. Hozir bizda o'zimiz ko'rinadimikan, mana shu oq konteynerlarning narigi tomonda qishki joylari bor. Shu tomonda turibmiz o'zimiz. Bu yerda yozgilari. Men zerikkanda o'ynamoqchi bo'lganlar uchun futbol stadioni bor, mana kichkinagina stadioncha. Karavanlar mana ichki ko'rinishi, xuddi bizlar turgan joyimiz ham mana shunday ko'rinishda. O'tiradigan joyi, xonadonlik, qo'yni joylari bor. Bu eshikga hozir kirib ko'rsata olmayman. Ko'rinishi bir xil, ichki tuzilishlari ham. Har bitta xonada karavanda 3 ta xonacha bor, 2 kishilik joy. 6 ta odam ketadi bitta karavanga. Shu narigi tarafda qizil taxta bilan o'ralgan joy bor ekan, u besetka. O'tirib dam oladigan joyi, besetkachasi bor отдельно. Bugun nasib bo'lsa fermerimiz haq bermoqchi, barbekyu qilib bermoqchi. Barbekyusi endi bu piknikka o'xshagan narsada. Mana masalliqlarni olib qo'yibdi hozir, shashlik bir nimalar qilamiz. Videolarni qo'yaman yana davomida. Ob-havosi yaxshi, mana osmon ochiq, quyosh. Bugun ancha issiq.